Anime olamida shunday qahramonlar borki, ular qorong'ulikdan chiqib, butun armiyani bir o'zi yo'q qila oladi. Bugun siz bilan soyada ko'tarilish animesidagi eng kuchli top 5 ta soya jangchilarini ko'ramiz. Video oxirida esa eng dahshatli va yengib bo'lmaydigan jangchini bilib olasiz. 5-o'rinda Zeta. U Shadow Garden'ning eng sirli jangchilaridan biri. Zeta boshqalarga o'xshamaydi, u ko'proq yolg'iz ishlaydi. Doim soyada yuradi va nishonni hech qachon qo'ldan chiqarmaydi. Uning tezligi oddiy inson ko'zi bilan ko'rinmaydi. Dushman nima bo'lganini tushunmasdan hammasi tugaydi. Eng qo'rqinchlisi esa Zeta hech qanday hissiyot ko'rsatmaydi. U uchun jang oddiy vazifa xolos. Uni shunchaki soyadagi qotil deb atasa bo'ladi. 4-o'rinda Beta. Ko'pchilik uni oddiy qiz deb o'ylaydi, ammo juda katta xato. Beta Shadow Garden'ning eng aqlli va xavfli jangchilaridan biri. U Shadow haqidagi barcha afsonalarni yozadi, lekin jang boshlansa u mutlaqo boshqa odamga aylanadi. Beta qilich bilan juda tez harakat qiladi. Ko'p dushmanlar uni hatto ko'rishga ham ulguradi. Uning eng katta kuchi strategiya va tez fikrlashi. 3-o'rinda vahshiy monster Delta. Delta oddiy jangchi emas, u haqiqiy yirtqich. Jang boshlanishi bilan o'zini to'xtata olmaydi. Faqat oldinga yuradi. Delta juda katta kuchga ega. Ba'zi dushmanlar bir zarba bilan yo'q qilgan. Ammo uning eng xavfli tomoni tezligi. U shunchalik tez harakat qiladiki, dushman hujumni sezmay qoladi. Ko'pchilik Shadow Garden ichida ham Deltadan qo'rqadi. 2-o'rinda Alpha. Shadow Garden'ning lideri. Alpha juda chiroyli, sokin va aqlli ko'rinadi. Ammo u haqiqiy urush mashinasi. Uning qilish texnikasi deyarli mukammal. Ko'plab kuchli dushmanlar Alpha qarshisida hech narsa qila olmagan. Shadowga eng sodiq jangchi ham aynan Alpha. U jang qilganda hammasi juda oson ko'rinadi. Go'yo dushmanlar uning uchun oddiy o'yinchoqdir. Buni shunchaki soyadagi malika deb atasa bo'ladi. Va nihoyat 1-o'rin Shadow. Oddiy odamlar uchun u shunchaki Set ismli bola. Ammo aslida u butun animedagi eng overpower qahramonlardan biri. Shadow qorong'ulikda yashaydi. U hech kim sezmaydigan joydan keladi va hammasini yakson qiladi. Uning eng mashhur hujumi Atomic. Bu hujum shunchalik kuchliki butun shaharni yo'q qilish darajasida. Eng dahshatlisi esa Shadow hali ham o'zining haqiqiy kuchini to'liq ko'rsatmagan. Xo'sh, sizningcha eng kuchli soya jangchisi kim? Shadow yoki Alpha? Kommentga yozishni unutmang va anime haqida yana shunday videolar uchun kanalga obuna bo'ling.